Allergiyadan juda ko'pchilik qiynalmoqda. Kelib chiqish sabablari haqida ma'lumot bera olasizmi? Allergiyaning ikki xil sababi bor. Birinchisi, qachonlardir ichak baryeri buzilgan, organizm otravleniya zaharlangan, ta'sirchan ichak sindromi yoki oshqozonda muammolar bo'lgan yoki go'sht oqsili parchalanmasdan qonga so'rilgan va yoki bolalikda erta go'sht mahsulotlarini oziqlantirish orqali organizmda fermentlar shakllanmasidan paydo bo'ladi. Bu esa mutatsiyaga uchrab, organizmda yot narsa borligi uchun reaksiya berishni boshlaydi. Bu boshqa mahsulotlarga, masalan, yong'oq, asal, rangli mahsulotlar va daraxtlar gullaganda allergiya chaqiradi. Ikkinchi sababi, organizmni parazitlar dunyosiga siz sharoit yaratib berganingiz. Bu men hozir oddiy gijalar haqida emas, ichakdagi, balki virus, bakteriyalar, prosteyishalar, ya'ni bir hujayrali jonzotlar, undan tashqari zamburug'lar, eng xavfli bu zamburug' kandidoz. Bu ichak mikroflorasi buzilganligi sababli sekin astalik bilan qonga so'rish orqali allergiya chaqiradi. Bu qanday paydo bo'ladi? Ko'p antibiotiklar, medikamentlar olish orqali, ko'p shirinliklar, noto'g'ri ovqatlanish orqali, yana stress holatida immunitet tushadi va bu patogen floralar organizmda qon orqali so'rilishni boshlaydi va allergiya chaqirishni boshlaydi. Immunitet pasayganda ular avj oladi. Bilasiz, ichaklarimizning 70% bizning ichaklarimizda paydo bo'ladi. Ichak mikrobiomalarini tiklash orqali allergiyadan qutulishingiz mumkin.